Yakuniga yetib borayotgan hafta mamlakatimiz tashqi siyosatida muhim voqea hodisalarga boy bo'ldi. 6-7 oktyabr kunlari Ozarbayjonning Gabala shahrida Turkiy davlatlar tashkiloti davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi, nutq so'zladi va bir qator muhim taklif va tashabbuslarni ilgari surdi. 6 oktyabr bortida O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lgan samolyot Ozarbayjonning Gabala aeroportiga kelib qo'ndi. O'zbekiston yetakchisini Ozarbayjon madaniyat vaziri Odil Karimli, Gabala tumani ijro hokimiyati rahbari Sabuhi Abdullayev va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. oktyabr Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo va tashkilotda kuzatuvchi maqomidagi davlatlar yetakchilari Gabala shahrida jam bo'ldi. Biz ushbu sammit, uning davomida muhokama etilgan masalalar, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan taklif va tashabbuslar, Turkiy davlatlar tashkilotining jahonda tutgan o'rni mavzusida Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov bilan studiyamizda suhbatlashdik. Biz ushbu sammit yig'ilish voqealariga o'tishdan avval ushbu tashkilotning o'zi haqida qisqacha suhbatlashsak, maqsadga muvofiq bo'ladi nazarimizda. Turkiy davlatlar tashkiloti bugun qanday tashkilot, u qanday tuzilgan edi va bugungi xalqaro maydondagi global mojarolarga boy bo'lgan murakkab vaziyatda ushbu tashkilotning o'rni, ahamiyati qanday sizningcha? Dunyoda Turkiy dunyo degan bir tushuncha bo'lgan. Bu tarixda panturkizm, ya'ni turkiylarni birlashishi g'oyasiga bog'liq bo'lgan, lekin ko'pincha faqatgina g'oya shaklida ko'ringan, amaliy ishlari juda kam bo'lgan bir g'oya, fikr bo'lgan. Jadidchilarimizda bu juda yaxshi ko'ringan va harakatlar bo'lgan, lekin natijalar bo'lmagan. Turkiy dunyoni bevosita amaliy faoliyatlarga ketishi bu Sovet ittifoqini tarqalgandan keyingi bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Chunki Turkiy dunyoni asosiy qismi, turkiylar o'z ota yurti hisoblaydigan Markaziy Osiyo mintaqasi Sovet ittifoqini ajralmas qismi sifatida o'sha, ya'ni tobelikda bo'lgan respublikalardan iborat edi Turkiston o'lkasi. Sovet ittifoqini tarqalgandan keyingi davrda bu g'oya bevosita yashab ketish uchun muhit paydo bo'ldi. Turkiy tilli davlatlar kengashi sifatida shakllangan bir juda zaif bir harakat sekin-sekin mana 2019-yilda O'zbekistonni a'zo bo'lishi bilan bevosita jiddiy tus ola boshladi. Chunki birinchidan O'zbekiston Turkiy dunyoda o'ziga xos o'ringa ega. Agar biz butun Turkiy dunyodagi turkiy davlatlarni hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda Turkiya va O'zbekistonni aholi nuqtai nazaridan eng ko'p bo'lgan ikki respublika sifatida ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston turkiylarni qadimgi tarixidan boshlab ma'naviy ustuni hisoblangan e'tiqodni shakllanishi, islom dunyosi, islomgacha bo'lgan davr, bularni barchasidagi Turkiy dunyo uchun vatan hisoblanadigan bir geografik joyda joylashgan va ramziy nuqtai nazardan ham, tarixiy nuqtai nazardan ham, siyosiy nuqtai nazardan ham muhim nuqta hisoblanadigan O'zbekiston bu tashkilotni a'zosi emas edi. Ya'ni kuzatuvchi maqomida bo'lgan davlat edi. 2019-yilda O'zbekistonning a'zo bo'lishi bilan Turkiy tilli davlatlar kengashi transformatsiyaga uchradi va Turkiy davlatlar tashkilotiga aylandi. Ya'ni bevosita siyosiy bir platformaga ega bo'ldi va o'z imkoniyatlari, o'z qarashlari va o'zidan o'z manfaatlariga ega bo'lishni boshladi va bu mana kecha o'sha Gabalada o'tgan 12-sammitgacha bo'lgan barcha sammitlarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, sammitdan sammitga dunyodagi global o'zgarishlar bilan birgalikda bu tashkilotning kuchlanib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aytib o'tganimizdek 6-7 oktyabrda ushbu tashkilotning navbatdagi
sammiti bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari tomonidan ushbu sammitda yig'ilishda ilgari surilgan tashabbuslar, prezidentimizning bildirgan nuqtai nazariga munosabatingiz? Prezident Mirziyoyev ishtirok etgan har qanday tashkilotlarni yig'il majlisida doimo an'anaviy holatda iqtisodiy hamkorlik, o'zaro manfaatli hamkorliklar asosida rivojlantirishni taklif etadi. Bu safar ham aynan shu Turkiy davlatlar tashkilotida, masalan, prezidentimizni ma'ruzalarida agar tahlil qiladigan bo'lsak, bir fikr ketadi. Turkiy davlatlar tashkilotini biz rivojlantirish uchun albatta ramziy, tarixiy masalalarga e'tibor berishimiz kerak. Lekin biz agar Turkiy davlatlar tashkilotini kuchli tashkilot bo'lishini xohlasak, dunyodagi o'sha global silkinishlarda o'z manfaatini himoya qila oladigan kuchga aylanishini xohlasak, biz albatta birinchi o'rinda buni iqtisodiy taraqqiyotiga erishishimiz kerak degan ma'noda bir fikr bildirib o'tildi ma'ruzada. Mamlakatlarimiz o'rtasida savdo iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirishni asosiy yo'nalish sifatida ko'ramiz. Yaqin kelajakda tashkilotimiz doirasida yangi iqtisodiy imkoniyatlar makonini shakllantirish tarafdorimiz. So'z birinchi navbatda savdo, biznes va o'zaro investitsiyalar uchun eng qulay sharoitlarni, huquqiy baza va infratuzilmani yaratish haqida ketmoqda. Amaliy hamkorlikni izchil rivojlantirish va aniq loyihalarni ishlab chiqish, jumladan Turkiy investitsiya jamg'armasi doirasida rejalarni kelishish maqsadida Turkiy davlatlarining iqtisodiy sheriklik bo'yicha doimiy kengashini tashkil etish vaqti keldi. Bu tuzilma mamlakatlarimiz bosh vazirlari o'rinbosarlari tomonidan boshqarilib, doimiy faoliyat olib borishlari muhim. Kengashning loyiha ofisini esa Toshkentda joylashtirishga tayyormiz. Kengash doirasida bir qator yangi tashabbuslarni amalga oshirishimiz mumkin. Jumladan Turkiy davlatlar sanoat alyansini tuzish va bu orqali mashinasozlik, kon sanoati, elektrotexnika, neft, kimyo, farmatsevtika, yengil sanoat, oziq-ovqat, qurilish materiallarini ishlab chiqarish sohalarida yetakchi kompaniyalarimizning kooperatsiya loyihalarini ilgari surish, o'zaro savdo hajmlarini keskin oshirish va texnik reglamentlarini yaqinlashtirish maqsadida Turkiy yashil yo'laklar elektron tizimini joriy etish zarur. Yashil energetika, yashil vodorod va ammiak loyihalarini birgalikda amalga oshirish, ilg'or texnologiyalar va kompetensiyalarni jalb qilish, davlat va xususiy sheriklik mexanizmlarini keng tatbiq etish uchun yashil transformatsiya konsorsiumini tashkil etish, strategik minerallar bazasini o'zlashtirish va qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish kabi masalalar kengashning doimiy e'tiborida turishi darkor. Bunda xomashyo, qayta ishlash, ilm va texnologiyalar, tayyor mahsulot tamoyili asosida amaliy hamkorlik dasturini qabul qilish muhim ahamiyatga ega. Biz bir narsani bu yerda iqtisodiy tashabbuslarni tahlil qilishdan oldin ta'kidlab o'tishimiz kerak. Tinchlik bo'lmagan joyda hech qachon taraqqiyot bo'lmaydi. Markaziy Osiyo mintaqasini biz 2019-yilda O'zbekistonni a'zo bo'lgungacha bo'lgan davrni agar tahlil qiladigan bo'lsak, Markaziy Osiyo mintaqasi inqiroz mintaqasi edi. Ya'ni Turkiy davlatlar tashkilotini bevosita markazi hisoblangan, ota yurti hisoblangan Markaziy Osiyoda barcha Turkiy davlatlar postsovet davridan qolgan asoratlar, muammolar, ko'mib qo'yilgan inqirozlar asosida o'zaro nizolashayotgan bir davlatlar edi va O'zbekiston bularning markazida turayotgan edi. O'zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lishdan oldin aynan shu masalalarni bevosita taktomir bilan yechdi. Ya'ni Markaziy Osiyo mintaqasi hududini qardoshlik, hamkorlik, o'zaro manfaatlarni tan olish, ya'ni faqat meni manfaatim ustun, saniki ikkilamchi emas. Ya'ni bevosita barcha rahbarlar bilan o'sha kengash stoli, kengash dasturxoni tiklanib, Markaziy Osiyo prezidentlari o'zaro muhokama qilib masalalarni yechimiga erishdi. O'zaro tashqaridan kimnidir yordamisiz, hatto buni ko'p taklif qilgan kuchli yirik kuch markazlari bo'lsa ham, lekin bevosita Mirziyoyevning bu albatta tarixda e'tirof etilishi kerak bo'lgan siyosiy irodasi va qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan masala, bevosita mana shu Markaziy Osiyo davlatlarini bir dasturxon atrofida birlashtirib, muammolarni o'zaro yechimiga erishish masalasi hal qildi. Va Markaziy Osiyo mintaqasi bugungi kundagi, ya'ni qardosh xalqlarni tahlil qilib muammolarni yechadigan bir hududga aylandi.
bu Markaziy Osiyo hududidagina kuchli qilib qolmadi. Bu Turkiy davlatlar tashkilotini, Turkiy dunyoni juda kuchli bir tashkilotga aylanishiga xizmat qildi. Ana endi agar biz Prezident Mirziyoyevning o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek barcha taraqqiyotni asosi sifatida iqtisodiy masalalarga qaratishiga keladigan bo'lsak, Prezident Mirziyoyev Gabaladagi sammitda ham aynan shu prinsipga rioya qilgan holda Turkiy davlatlar tashkilotini rivojlanishi uchun bir qancha muhim bo'lgan iqtisodiy tashabbuslar va takliflarni kiritdi. Bularni albatta eng ustuni birinchi o'rinda transport masalasi. Turkiy davlatlarining transport sohasidagi o'zaro bog'liqligini kuchaytirish va xalqaro tranzit yo'laklarini rivojlantirishda muvofiqlashtirilgan siyosat olib borish zarurligini hammamiz chuqur anglab turibmiz. O'rta koridorni izchil rivojlantirish borasidagi aytib o'tilgan barcha rejalarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Eng asosiysi bu yo'lak raqobatbardoshligi bilan ajralib turishi lozim. U biznes hamjamiyati uchun eng qulay shart-sharoitlarni ta'minlab berishi zarur. Bu borada maqbul tranzit tariflarini qo'llash, zamonaviy transport infratuzilmasini rivojlantirish va raqamlashtirilgan bojxona tartibini joriy qilish bo'yicha loyihalarga katta ahamiyat beramiz. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'rta koridor hozirda qurilayotgan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li va istiqbolli transafg'on yo'lagi bilan bog'lansa, keng mintaqamizda ko'p tarmoqli strategik magistrallar tizimini yaratishga erishamiz. Aminmanki, transport sohasi bilan bog'liq barcha tashabbuslarimiz 12 noyabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan multimodal tashuvlar bo'yicha xalqaro forum doirasida batafsil muhokama qilinadi. Bilasiz, Markaziy Osiyo mintaqasi transport bilan bog'liq muammolar hududi. Bugun bu yechimlar uchun bir qancha takliflar amalga oshirilyapti. Hatto davlatlar o'rtasida raqobat bor. Prezident Mirziyoyev e'tibor bergan bo'lsangiz, ma'ruzasida bir narsaga alohida e'tibor berib ketdi. Raqobatga qarshi emasmiz, lekin raqobat sog'lom bo'lishi kerak va sog'lom bo'lganligi tadbirkorlarga qulaylik yaratish uchun bo'lishi kerak. Ya'ni bu davlatlar aro raqobatga, bugungi kunda o'sha global dunyoda inqirozlarga olib kelayotgan adolatsiz va tengsiz kuch ishlatar raqobatlar emas, tadbirkorga qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlardan kelib chiqadigan sog'lom raqobat nuqtai nazaridan Prezident Mirziyoyev bu narsani albatta asosan e'tibor bergani Qozog'iston bilan bog'liq takliflar. Chunki biz bilamiz, Markaziy Osiyo hududini bugun dunyoga ochilishi uchun muhim koridorlardan biri bu Qozog'iston-Rossiya yo'nalishi bo'yicha koridor va uni alternativasi bo'lmaganligi sababli ayrim holatlarda bu koridorda suiiste'molgarchiliklar ham bo'lmayapti deb aytib bo'lmaydi. Aynan shu nuqtai nazardan bugun O'zbekistonning bevosita tashabbusi bilan Markaziy Osiyo uchun bir nechta alternativa yo'llari, koridorlari tashkil qilinyapti. Masalan, Qirg'iziston, O'zbekiston, Xitoy temir yo'lini qurilishi bu juda katta tarixiy voqea. Bu butun bir boshli Xitoydan boshlab Yevropagacha bo'lgan juda katta bir geografiyani jahon okeanlariga olib chiqadigan katta bir koridor bo'ladi. Prezident Mirziyoyev Gabalada aynan shu masalaga transafg'on yo'nalishi bilan hamkorlikda ko'rish taklifini kiritdi. Ya'ni bu koridor agar ochiladigan bo'lsa, demak Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarni, nafaqat o'sha Qirg'iziston, Xitoy, O'zbekiston temir yo'li orqali Kaspiy dengizi hamda Ozarbayjon va o'sha Zangizur koridori orqali Yevropaga ochilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Balki Pokiston portlaridan okeanlarga ochilgan holda dunyo bilan savdo qilish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Bu koridorlar faqatgina bir davlatning tadbirkori uchun emas, Markaziy Osiyoda joylashgan barcha qondosh, qardosh bo'lgan turkiylarni dunyo bozorlariga ochilishi uchun katta imkoniyatlar bo'ladi. Yana muhim bir taklif, jahon bozoriga chiqayotgan paytida biz umumiy brendlar bilan chiqishimiz mumkin degan taklif kiritildi. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda egoizm yo'q. Ya'ni meniki bo'lsin, faqat O'zbekistonniki bo'lsin degan narsa yo'q. Aytilyapti, mana birgina taklif, hatto bu quruq taklif emas, bevosita yechimi bilan taklif berilyapti. Aytilyapti, 250 milliard dollar miqdorida hajmga ega bo'lgan organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori shakllandi va Turkiy davlatlarining barchasida bu sohada o'ziga xos ustuvorliklar bor. Shu ustuvorliklar agar birlashtiriladigan bo'lsa, biz dunyoda yagona bir brend bilan mana shu o'sib borayotgan va zarurat yuksalib borayotgan bir bozorda o'z brendimizga va so'zimizga ega bo'lishimiz mumkin degan taklif ilgari surildi. Bu o'ylab qaralsa agar juda jiddiy taklif va buni to'g'ri baholangan holda tasavvur qiling, Turkiy davlatlarni yagona brendi asosida organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini
rivojlangan davlatlarga qimmatga sotish imkoniyati bor. Mana bu haqiqiy daromad keltiradigan juda katta imkoniyatlar. FAOning tahlillariga ko'ra, bugungi kunda organik mahsulotlarning jahon bozorlaridagi hajmi 225 milliard dollardan ko'prog'ini tashkil etadi va bu raqamlar istiqbolda har yili 10% ga o'sishi kutilmoqda. Davlatlarimizning bu boradagi salohiyatdan kelib chiqib, sifatli va talab yuqori bo'lgan organik mahsulotlarni ishlab chiqarishda ilmiy izlanishlar va seleksiya, sanoat kooperatsiyasi va logistika aloqalarini kuchaytirishimiz lozim. Kelajakda organik mahsulotlarimiz jahon bozoriga yagona brend bilan chiqishi mumkin. Bu borada qishloq xo'jaligi vazirlarimiz nazoratida eksport ishchi guruhni tashkil etib, dastlabki pilot loyihalarini saralash va mamlakatlarimizda amalga oshirishni taklif etamiz. Asosiy masalalardan yana biri sifatida prezident ilgari surdiki, strategik sheriklik va abadiy do'stlik to'g'risidagi kelishuvni imzolash. Turkiy davlatlar tashkiloti o'rtasida bugungi kunga mana shu shartnoma yo'q. Vaholanki bo'lishi kerak. Tuzilmamizning mavqei va salohiyatini yanada oshirish yaqin kelajakda uning samarali hamkorlik maydoni sifatidagi o'rnini mustahkamlash oldimizda turgan ustuvor vazifadir. Bu borada Turkiy davlatlar o'rtasida strategik sheriklik, abadiy do'stlik va qardoshlik to'g'risidagi bitimni tezroq kelishib qabul qilish tarafdorimiz. Albatta bu muhim bitim hamkorligimizni rivojlantirish yo'lida asosiy siyosiy hujjat sifatida qardosh xalqlarimizning yanada yaqinlashtirish, amaliy aloqalarning yangi bosqichga olib chiqishda mustahkam zamin bo'lib xizmat qiladi. Prezident Mirziyoyev o'sha Gabaladagi sammitda muhim tashabbuslardan biri sifatida bu shartnomani tezlashtirish kerak degan taklifni kiritdi. Nima uchun? Dunyoni ko'rib turibsiz. Dunyoda o'sha manfaatlari uyg'un kelayotgan kuchlar bir-biri bilan birlashgan holatda rivojlanayotgan davlatlarning manfaatini bosib o'tib ketyapti. Prezident Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi ma'ruzasida bu narsaga alohida urg'u berib o'tdi. Aytdiki, rivojlanayotgan davlatlarning manfaatlariga zarar berish, bas qilish kerak. Ularni ham manfaatlarini hisobga olish kerak degan bir chaqiruv yangradi. E'tibor bergan bo'lsangiz shu ma'ruzada. Va mana Turkiy davlatlar tashkilotidagi sammitdagi ma'ruzada ham shu masalani yechimi sifatida ham ilmiy tahlillarda kuchlarni birlashtirish, ham bozorga kerak bo'lsa birlashgan holda chiqish va albatta mana shu transport koridorlari bilan bog'liq bo'lgan masalalarni yechish, lekin buni asosiy siyosiy platforma sifatida mahkam ushlab turadigan masala bu strategik sheriklik hamda abadiy do'stlik to'g'risidagi Turkiy davlatlar o'rtasidagi shartnoma masalasi ko'tarildi. Juda ko'p muhim tashabbuslar ko'tarildi va bu albatta e'tirof etish kerak, prezident Mirziyoyev o'ziga xos bo'lgan bir qarashlari va bu qarashlar nafaqat O'zbekistonni, nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasini, balki Turkiy davlatlar joylashgan mintaqaga ham o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatayotganligini e'tirof etish kerak. Sammit yakunida tashkilotga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan qo'shma qaror va hujjatlar to'plami qabul qilindi.